Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vale. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bugünkü babda ezan cüp cüp boludu dedi. Bu 605 numaralı hadis. Bu hadise İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Süleyman ibn Harb sözlep bergen dedi. Bu zat dedi bizge Hammad ibn Zeyd, Simak ibn Atiyadin, bu kişi Eyyub'din, Eyyub Ebi Kilabedin, bu zat Enes ibn Malik'tin bizge hadis sözlep bergen dedi. Enes ibn Malik dedi. Hazreti Bilal radhiyallahu anhu azanni cüp etişqa tekbirini tak etiş buyurulgan dedi. Bu yerde tekbirini tak etişqa buyurulgan illel iqame degene şu tekbirdeki kad qamet salani cüp etidu. Bundan başka kelimelerni tak etişqa buyurulgan demekçi bu. Hadiste. Bu hadis ravilarning misol tarjimasi o'tgan. Fakat müşahedeki Simak degan sahabının tercümanı ötmeyen. Simak ibn Atiyet el-Besari namıyla meşhur. Ya İbn Ma'in işencilik adam degan İmam-ı Nesai hatta işencilik deb atagan. Bu kişi Amr ibn Dinar, Ayyub qatorliq kishilardan hadis bayon qilgan. Hamda Hammad ibn Zeyd'ninki ustozi bo'ladi bu kishi hamda. Bu kishi hamda Eyyub degan ustoz dedik. Eyyub degan kim bo'lsak, Eyyub as-Saxityani deyildi. Bek mashhur tabiin qatoridagi kishi. Xo'sh, undaqda hamda Simak shenjilikka Hijriya 130-yillar atrofida o'lib ketganligi xotirlangan. Ammo hamda hadis ilmida qanchalik tuhfasi bor degan vaqtida jiq hadis yo'q, faqat ozlam. Shuningdek, Sahih Buxoriyda bir, Abu Davudda bir hadis bayon qilingan sayisining ichida. Hamda tuvanda 606 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh menga Muhammad hadis so'zlab bergan dedi. Muhammad ibn Salam degan ustozi shu O'rta Osiyo Buxoroga yaqin Bikant degan yerda. Bu kishi deydi menga Abdulvahhab Saqafiy hadis so'zlab bergan dedi. Abdulvahhab dedi bizga Xolidul Hazza Abi Qilabadin bu kishi Anas ibn Malik'dan xabar bergan bo'lib, Anas ibn Malik shunaq dedi. Kishilar ko'payib ketdi dedi. Madinaga hamda tarafdan muhojirlar kelgandan keyin odamlar ko'p to'plashgandan keyin biroz namozga yig'ilish jihatda qanday yig'ilish, qanday jarsilish haqida ixtilofli bo'ldi shu jarayonda. Shuning bilan ular nurg'un gaplarni qilishda sahobalar maslahat asosida namozning vaqtini bildirish uchun, boshqalarning tonishi uchun nurg'un masalalarni bayon qilib, jumladan bir yo'riqliq orqali bildirish uchun bir o'tninki xabari bo'lishdi. Hatto masalan shu naqusni biz nechkundan masalan cho'ng yog'ochdan kichik yog'och bor, kichik yog'ochdan cho'ng yog'ochga urdigan bir ko'ldoma dedik-da masalan. Dang odamı deymiz-ku. Ayşe koldoma. Müşnasini urib baqqimiz dedi. İşte nurg'un masalalar bo'ldi. Orliqda Bilal azanni jup etishga, takbirni taq etishga buyurilgan dedi. Demak, bu nurg'un o'tirda bo'lgan bir voqeliklar va tush voqeliklar va bularni bayon qilmasdilar, Anas ibn Malik gapni qisib, mush masalalar bunda bo'lgan. Oxirida Bilal hozirgi azan kelmasini aytib chiqqan deb gapni qisqartgan.